Salom, bugun ikkinchi darslik bo'ladi. Ikkinchi darslikda bizga CapCut'dagi hamma narsani o'rganamiz. Bor funksiyalar. Birinchi CapCut'ga kiramiz, ya'ni o'tkazamiz CapCut'ni, albatta. Ko'proq CapCut'da reklama ko'rinadi. Hozir reklamadan chiqib olamiz. Reklama tugadi va bu yerda новый проект degan joy bo'ladi. Новый проект degan joyga kiramiz va bizga o'zimiz rasmimiz kerak bo'ladi, ya'ni kerakli rasm. Oddiy bitta kerakli rasm olamiz. Kerakli rasmni qayerdan topsam bo'ladi desanglar, bizda har doimgidek narsa bor. Nima? Pinterest. Mana kontsovkasini mamutdan bossangiz, ustiga kontsovkada удалить degan joyi bo'ladi. Удалить degan joyda bunday bossanglar, shuni удалить qilib ketadi. Keyin birinchi funksiya bu CapCut'da изменить degan joy. Изменить degan joyga bosib ko'ringlar va разделить degan joy bo'ladi. Bu разделить hozir bizga kerak emas, lekin bu разделitdan nimalar qilsa bo'ladi? Bossanglar o'rtadan bo'linib qoladi. Kerakli joyini kesib tashlab, kerakli joyini qoldirishlar mumkin. Animatsiya degan joydan o'rtada ikkita затемнение qilib o'tish mumkin mana. Masalan, bittadan ikkitaga shunaqa qilib o'tadi. Xo'p, mana boshlanishida bunaqa narsa bo'ladi animatsiyada. Удалить уже kerak emas narsa hozir. Amba o'rtada video u prolarga, CapCut Pro sotib olganlarga. Kadrivание. Bu o'zingizlarni videolarga moslab olsanglar bo'ladi buni. Hozirgi modaga ko'ra shu hozir moda. Shuning uchun 2:35 1 olasizlar. Plus qilib qo'yasizlar, ko'rdinglar? Boshlanadi bunday bo'lib, yo'q ketishim bunday bo'lib ketadi. Keyin esa sizda kopiya. U saysiz kopiya u вообще keraksiz narsa o'zi asli, lekin kerakli narsalardan ikkita qilmoqchi bo'lsangiz, sizda kopiyani bosasizlar. Ya'ni mana shu videoni yarmini qilmoqchi bo'lsangiz, kopiyani bosasizlar. Заменить. Заменить ham u keraksiz narsa hozir. Наложение. Bu наложение bitta qilib beradi. Ikkita narsalarni bittaga aylantiradi. Ko'rdinglarmi? Mana. Наложение ham kerakli narsa, lekin ko'rsatuv hozir emas. Hozir bu kerakli narsa emas, но ko'rsatib o'tdim. Основная дорожка. Основная дорожка yana alohidadan qilib beradi. Keyingisi настроить. Настроить o'zingizlarning videolarini настройка qilib olasizlar degani. Filtr. Bu filtrlar, ya'ni bunaqa o'zingizga kerakli fonni chiqarib bera oladi. Masalan, bunaqa fon chiqarib beradi. Buni rangi bunaqa, buni rangi bunaqa bo'ladi, ko'rdinglarmi? Retush bor. Bu odamlarga ko'proq qilinadi. Yuzi formasini kichraytirib yoki bunaqa. Качество видео. Качество видео ham shunga o'xshash narsa, unaqa kerak emas. Удалить фон. Удалить fonni hamma bilsa kerak. O'sha kerakli narsalarni bunda удалить фон qilib, orqasiga fon qo'yib qo'ysanglar bo'ladi boshqacha. Bu shunga o'xshash narsa. Buni hozirgi dars umuman kerak emasligi uchun o'tkazmaymiz. Mana shular tepasida bunaqa oltin turgan narsalar u Pro sotib olganlar uchun bo'ladi. Затемнее. Bu bunaqa qilib beradi. Qop-qorong'ur, bunaqa. Masalan, menga 70% kerak bo'lsa, mana shunaqa bo'ladi. Redaktirование. Bu umuman kerak narsa, o'zi umuman ishlatilmaydi ham. Aslida. Bular hammasi CapCut Pro'niki. Transformatsiya zmeyka. Повернуть qilsanglar bo'ladi mana. Masalan, mana shunaqa holga keltirsanglar bo'ladi. Образить, расшифрование, maska. Maska bu bunaqa joydan tug'iladigan narsa. Yuraycha, serдечко, hamma narsa qilsanglar bo'ladi bundan. Menga kerak emas hozir maska. Привезить bor. Uni videoni birga qilishga. Va bu yerda zvuk degan joyi bo'ladi. Zvuk degan joyga kirsanglar, har xil извлечь звуки, звуковые эффекты, записать bor, текст va video, брендовая музыка.
Авторское право bor, mana shunaqalar bor. Bunda ham o'zingiz bilsangiz ham kerak bunda. No, yana bitta o'rgatib o'taman. Keraksa o'tkazib olishinglar mumkin bu joyini. Izvillage bu ko'ryapsizlar, Pro2, CapCut Pro2. CapCut Pro'ni hamma narsalarni ham o'rgataman biror kun. Lekin oddiy odamga hozir CapCut Pro kerak emas. Звуки degan joydan har xil zvuk mana. Mana shu qo'shiq bor ekan va shu qo'shig'ni masalan qo'yib qo'ysam, mana bu o'zi bunaqa bo'lib qoladi qo'shiqqa qarab. Bu yoqni olib tashlashinglar mumkin. Shu qo'shig'ingizga qarab to'g'rilaymiz mana. Mana shunaqa qilsanglar bo'ladi. Va bu yerda hamma zvukka kerakli narsalar bor, ya'ni skorost tezroq qilsanglar bo'ladi. И buni вообще sekin qilsanglar bo'ladi. Va buni o'rtadagi holda qilsanglar ham bo'ladi. Bir eng o'rta normalniy hol. Va keyingisi bu zvukovые effekti. Mana bu zvukovые effekti bu ko'pincha kerak bo'lmaydi. O'zi CapCutdan qo'shiq tanlash kerak narsa. Bu masalan o'zicha trend oladiganlarga kerak narsa. И вот bu aslida umuman kerak emas narsalar. Записать bu o'zingizlarning улучшение forma, ya'ni mana ovozimni yozib olsa bo'ladi. Ovozinglarni yozib oladi. Mana, endi qarang. Ovozimni yozib. Mana bu o'zi qanaqadir zvuk berib turganingizga kerak bo'ladi. A вот текст va video, прендовые muzika, авторское право umuman kerak emas narsalar. O'shanga men buni o'rgatib ketmayman. Tekst hamma biladi, bu yozish avtomatический hamma narsa bor-da. Bu yerda tushundinglarmi? Buni o'rganish qiyin. Добавить текст bor и bu tekstlarga yozishinglar mumkin. Masalan, niz o'zinglarni shriftinglarga to'g'rilaysizlar. O'zinglarni в тренде, типа italic mis bo'ldi. Va qora rang emas, oppoq rang qilamiz. Menga unaqa bunday qo'yib qo'yamiz masalan. O'zinglarni narsalarni qo'yasizlar. Tipo mana. Faqat mashqga qo'l bilan qilsam, ruchka bilan qilaman, men qo'l bilan qilsam o'xshamaydi. Mana. Mis, masalan, shunaqa qilsanglar bo'ladi-da buni. И tez-tez o'rgatib ketaman. Effektga kiramiz. Effekt nimalar beradi? Birinchi faqat effektivniy video. Keyingi videoga o'tishida mana shuni qo'yib beradi. Mana. Masalan, keyingi videoga o'tishida shunaqa o'tsa, razmetiyasini o'zingizlarga kerakli bo'yicha to'g'rilaysiz. Mana shunaqa narsa. Xo'p, effekt bizda oxirgi darsida. Keyingi darslarda наложение o'rganamiz, subsidi, filtrы, настроить и стикеры, и аватары, медиа-материалы, соотношение сторон, fonni o'rgatib beraman. Hammaga xayr.